Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari. Shahar kengashining navbatdagi 24-chi sessiyasida 20 nafar deputatdan 18 nafar qatnashmoqda. 2 nafar deputat turli uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmayapti. Sessiyada shahar kengashi deputatlari, tegishli tashkilot, korxona va muassasalar rahbarlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, siyosiy partiyalar hamda ommaviy aholi vositalari vakillari qatnashmoqda. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Sessiya ish ochilsin degan taklif tushmoqda. Shu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar qabul qiling, rahmat. Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 24-chi sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylashimiz kerak. Sessiya kotibligiga 19-Dag'iston saylov okrugidan shahar kengashi deputati Jumaboyev Nurg'isa Davlatyarovichni saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya kotibi etib deputat 19-Dag'iston saylov okrugidan shahar kengashi deputati Jumaboyev Nurg'isa Davlatyarovichni saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi, rahmat. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi va reglamenti loyihasi Telegram kanali orqali elektron tarzda taqdim etilgan. Kun tartibiga boshqa o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi, rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi birinchi masala shahar hokimining 2026-yilda murojaatlar bilan ishlash bo'yicha reja va amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to'g'risida shahar hokimi Rahmon Nazarboyevning ma'ruzasini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, bugungi sessiya ishtirokchilari. Xabarlarimiz bor. 13-mart kuni hurmatli prezidentimiz murojaatlar bilan ishlash nuqtai nazaridan tanqidiy kengaytirilgan video majlisi bo'lib o'tdi. Bunda bir nechta tuman shaharlar tanqidga uchradi. Shu hurmatli deputatlar va tashkilot rahbarlari, bugun men 2025-yil bo'yicha qisqacha hisobot beramanda. 2026-yilda qanday qilib yangi tizimga o'tamiz, qanday qilib aholimizni rozi qilamiz va men hokim boshchiligidagi mana o'rinbosarlarim, kompleks rahbarlari va tashkilot muammolar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar bilan belgilab berdilar. Demak, 25-yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar Zarafshon shahar korxona va tashkilot kesimida muhokama etilib ko'rib chiqildi. Demak, Zarafshon shahrida 25-yilda diqqat qilasizda 34 ta murojaat kelib tushgan. Bu 2024-yilga nisbatan 1278 taga kamaygan. Jami 34 ta murojaatlarning 1931 tasi, ya'ni 67% ijobiy hal etilgan bo'lib, 778 tasiga huquqiy ma'lumot berish orqali hal etilgan va 129 tasiga tushuntirish berilgan, 29 tasi ko'rilmasdan turibdi va 21 tasi rad qilingan. 149 tasi ko'rib chiqishi tugatilgan, 3 tasi ma'lumot uchun qabul qilingan, 4 tasi uzoq muddat talab etiladigan murojaatlar toifasiga kiradi. Jami kelib tushgan 34 ta masala bo'yicha murojaatlar mahalla kesimida tahlil qilganimizda Alisher Navoiy mahallasi 215 ta, Konchilar mahallasi 232 ta, Oltin Vodiy 164 ta, O'zbekiston 56 ta. Demak, ushbu kelib tushgan murojaatlarni demak eng ko'p toifasi qanday? Demak, bu majburiy ijro bitta murojaat kelib tushgan. Mana prokurorimizdan iltimos qo'ygan bo'lardik, majburiy ijroni Zarafshon shahrida demak umuman ish o'zini qayta ko'rib chiqish kerak. Bu
alimentlar nuqtai nazaridan hurmatli prezidentimiz juda qattiq e'tiroz bildirdilar. Shuning uchun ham aliment undirish va aliment bo'yicha masala bo'ladiganlar Zarafshon shahrida yangicha tizim o'rnatildi. Hozir har hafta chorshanba kuni 15:00da deputatlar apellyatsiya 15:00da majburiy ijro byurosida hokim bosh, prokuror, ichki ishlar, soliq, demak o'sha okrugdan saylangan deputatlari ayollarimizni, aholimizni alimentlar bo'yicha sayyor qabuli bundan tizimli tashkil etiladi. Bundan tashqari Zarafshon shahar ichki ishlar bo'limiga juda ko'p murojaat, juda ko'p e'tiroz. 252 ta murojaat. Bu hozir gigant murojaatchilarni o'qiyapmiz. Ya'ni gigant degani ko'plab murojaatga sabab bo'lgan tashkilotlar. Demak, mana hozir Zarafshon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i bilan kelishib oldik. Mahallalarda sayyor qabullar tiklanadi ichki ishlarda. Oldin sektori bo'lgani kabidek, hozir ichki ishlar boshlig'ini ham sektor tiklanadigan bo'ldi. Bundan tashqari Zarafshon shahar gaz ta'minot bo'limiga 158 ta murojaat, shahar prokuraturasiga 103 ta, mahalla uyushmasiga 96 ta, tibbiyot birlashmasiga 82 ta va oila va xotin-qizlar bo'limiga 46 ta murojaat kelib tushgan. Albatta, hamma tashkilotlarga men iltimos qilgan bo'lardim. Kengash raisidan ana shu ko'plab murojaatga sazovor bo'lgan tashkilotlar o'zini kelajakda albatta murojaatlar bilan ishlash nuqtai nazaridan rejalarini aytsalar. 2025-yil demak shaharda jami 308 marta sayyor qabul qilingan. Bu sektor rahbarlari, ya'ni hokimning o'rinbosarlari, sektor rahbarlari va shahar korxona tashkilotlar rahbarlari tomonidan 308 marta sayyor qabul qilingan. Shundan 69.7% ijobiy hal bo'lgan. Qolganiga esa ana shu tushuntirish va huquqiy ma'lumot berish orqali masala yopilgan. Demak, joriy yil mana 26-yilga o'tadigan bo'lsak, 26-yilda demak 226 ta masala bo'yicha murojaat kelib tushdi. 555 tasi natijasi tasdiqlangan, 171 tasi hozirgi kunda o'rganish jarayonida turibdi. Demak, 555 ta nima bo'ldi degan bo'lsa, 555 tadan 250 tasi 40% ijobiy hal etilgan va 250 tasiga demak o'rganishlar muddatlar talab etiladi. Hozir ana shu iltimos qilardiki, xalq qabulxonasidan qaytadan tashkilotbay murojaatlarini o'z egalariga yetkazib, yana qaytadan so'rovni tashkil etsalar. Jami kelib tushgan 226 ta masala bo'yicha demak, Alishernovot mahallasi 50 ta, Qonchilar 37 ta, Oltin vodiy 18 ta, Quruvchi 93 va Navruz mahallasi 110 ta. Demak, hozir bizlar birinchi masalamizda demak, qaysi mahalladan ko'p murojaat tushyapti, ana shunga sayyor qabullarimizni qaratamiz. Navruz mahallasida, Quruvchi, Yulduz mahallasida, Yangi Zarafshon mahallasidan saylangan deputatlarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Demak, hozir bizlar eng ko'p tushayotgan 2,5 oyni tahlil qildik. 2,5 oyda Navruz mahallasi ko'p murojaat qilyapti. Demak, Navruz mahallasi deputati hokim boshchiligida, mana kengash raisi boshchiligida sayyor qabulga boramiz. So'ngra Quruvchi mahallasiga, Yulduz va Yangi Zarafshon mahallasiga demak, sayyor qabullarni tashkil etamiz. 24-yil jami yil bo'yicha 41% ijobiy hal etilgan bo'lsa, 25-yil 67% bo'ldi. 26-yil 80% ga yetkazish prezidentimiz tomonidan topshiriq tushgan. Shuning uchun bu yerda barcha deputat korpusdan faol bo'lishga, ishlarni jadal qilib chiqishlarini iltimos qilgan bo'ladi. Demak, 26-yilda mana o'tgan 2,5 oy davomida shahar hokimi va o'rinbosarlari bilan birgalikda demak 12 ta sayyor qabul tashkil etildi. Qabullarda demak 56% ga ijobiy hal etganmiz. Bu yaxshi emas. Qayta ko'ramiz, 80% yetishimiz kerak. Shuning uchun ham barcha soha rahbarlaridan murojaatlar bilan ishlash sohasida ochiqlik, shaffof ta'minlash demak maqsadida
biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ham shahar hokimligining rasmiy saytida bizlar yangi tizimda shahar hokimining qabuli oylik grafik chiqadi. Haftalik va mana haftada necha marta 2 marta qayerda sayyor qabul qilyapti, o'rinbosarlar qayerda o'tkazadi. Umuman olganda mana shu bank rahbarlari, tashkilot, kadastr rahbarlari ham qachon qayerda o'tkazishni endi ijtimoiy tarmoqqa oldindan bera boramiz. O'tib ketib qoldi degan narsa bo'lmaydi bizlar. Shuning uchun har bir kelib tushayotgan murojaatning ijrosi albatta qonun talablari asosida nazoratga olishlari so'raladi va bu shahar apparat yig'ilishida har hafta muhokamaga qo'yib boriladi. Murojaatlarni ko'rib chiqish yuzasidan mutasaddi rahbarlar mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida ayrim murojaat mualliflari ularning murojaatlari ko'rib chiqishda mas'ul bo'lgan mutasaddi bilan birgalikda apparat yig'ilishiga taklif etiladi. Ya'ni fuqaro apparatga chaqiriladi. Majlisga chaqiriladi. Shu masala nimaga yechilmadi va rahbar chiqib javob beradi. Kadastr bo'ladimi? Boshqa tashkilot beradimi? Nimaga sizni masalangiz qonun bergan muddatda ko'rib chiqilmadi va nimaga agarda qonuniy murojaat bo'ladigan bo'lsa masalani yechilishi kerak edi. Va o'sha rahbarga mana men kengash raisidan iltimos qilamizki, kengashning vakolatidan foydalanib rahbarga nizomiy chora va lavozim bilan javob berish darajasiga yetishdan so'rab qo'yadi. Endi o'z navbatida murojaatni ko'rib chiqish uchun rahbarlar va mutasaddilarni mas'uliyatini yanada karrasiga oshirish, murojaatlarni ijobiy hal etishni ta'minlash hamda murojaat muallifiga to'laqonli ijobiy yechim, huquqiy tushuncha berish bo'yicha endi bundan buyog'iga tajriba qilinadi zarur. Aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, shahar darajasidagi rahbarlarning sayyor qabullarini asosan qizil toifaga tushgan mahallalarda murojaatlarni ko'proq tashkil etish reja, jadval, grafik ishlab chiqiladi.